Qolganlar cho'ta hali kirishmayapti. Bugungi darsimiz qisqa bo'ladi aka. Sababini tushuntirib o'taman. Qisqa degani juda qisqa emas, normalniy bo'ladi. Faqat bugungi mavzumiz fundamental analiz bo'lganligi uchun bugun mana shu fundamental tugatib olsak, keyingi darsimiz kimda bunaqa shovqin? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kirdingizmi aka? Ha, xudoga shukr. O'zinglar yaxshimisizlar aka? Rahmat aka. Bugungi darsimizni boshladik. Nima aka, bitta savol bor edi, dars boshlashdan oldin. Labay. Haligi 92.00 strategiya bor edi-yu. 92.0 aha. Ha, o'sha endi bir xil paytda bayga to'g'ri kelib qolyapti, bir xil paytga sirga to'g'ri kelib qolyapti. Qaysi birda ko'proq ishlaymiz? Asha siz aytgan ikkita sondagi 3 ta nollik holatlar. Bo'ldi, mana bu darsdan keyin tushuntirib beraman aka. Bo'ldi, Xo'p. Xo'p, bugungi darsimiz qisqa bo'ladi deyishimdan maqsad shuki, biz уже kattaroq temalarga yetib keldik inshaalloh. Bizda SMC, ICT, undan tashqari matematik analizlarga ozgina muddat qoldi. Shuning uchun hozir bugungi darsimizda to'liq fundamental analizga ajratamiz. Undan keyingi darslarimizda yana bitta darsimizda to'liq takrorlash, ya'ni savol javoblar, undan tashqari bozorda tushunmayotgan narsalar, yana qo'shimcha strategiyalar qolib ketmasligi uchun, ya'ni mana darsligimizni 3 ta qismga bo'laylik. Birinchi qismda bu boshlang'ich va kerakli bilimlarni olishimiz kerak bo'lgan joy. Undan keyin mana bu bo'limda, ya'ni ikkinchi bo'limida biz bozordagi kuchli bo'lgan konsepsiyalarni o'rganish bo'ladi. Birinchi bo'limda biz o'rtacha konsepsiyani o'rganib chiqdik. Endi hali tugagan yo'q. Hali buni deylik mana hozir mana shu yerdagi bilimimiz mana bunaqangi ko'rinishda bo'lsa, biz mana shuni to'liq bo'yab chiqamiz hali to'p qoraga, ya'ni ochiq joylari kimdir joy aka judani bo'lib ketdi. Juda tushunarli bo'lmagan joylari bo'lsa, o'shani to'liq qilib, buni ya'ni to'liq tim qora qilib bo'yab chiqamiz. Ya'ni o'sha aytganimdek, kim tushunmay qolgan bo'lsa, tushunmagan joylarini yopib, tekst qilib, zo'r qilib bo'lganimizdan keyin ikkinchi bosqichimizga o'tamiz. Bu yerda yana kuchli aka, video qilyapsizmi aka? Menda ko'rinmayapti prosta. Bu video qilyapman, bitta boshdan kirib chiqing aka. Xo'p aka. Xo'p. Bolalar sizlarga eshitilayotgan bo'lsa, normalniy bo'lsa bo'ldi, sizlardan ana bo'lmasa bo'ldi. Ko'rinmayapti aka, kirdim. Mana hozir endi ko'rsataman. Aka, meni o'zimdan aka, men bor uzr. Ha, ko'rindi, bo'ldi aka. Bo'ldi. Mana hozir Abror aka, sizga ham eshitilyaptimi? Bunyodbek, siz aka, sizga eshitilyaptimi? Ha aka, zo'r, yaxshi eshitilyapti. Bo'ldi akajon. Abror aka, sizgachi? Abror aka. Aka, naushnigingiz bo'lsa olib tashlang, o'shandan menimcha. Ovozingiz kelmayapti. Ovozingiz yana qaytib kelib, mana sig'irlab qolmasligi uchun mikrofonni o'chirib olyapman-da aka. Bo'ldi aka, bemalol. Faqat o'sha tushundinglarmi deganimda, shuni tushundik deb tursanglar bo'ldi akajon. Men prosta qolib ketib darsni o'tib ketavermaydi, esimdan chiqib. Xo'p aka, xo'p. Xo'p aka. Abror aka, sizga eshitilyaptimi aka? Eshitilyapti. Ha, bo'ldi aka. O'sha tushunayotgan bo'lsangiz, eshitayotgan bo'lsangiz, qolib ketib qolmasangiz, shuni aytib bo'ldi, tushunarli deb tursanglar bo'ldi akajon. Xo'p. Aka, shu mikrofon, naushnikni olib tashlaganmisiz? Naushnikdan emasmikan deyapman-da. Bo'ldi. Aka, darsda o'tiraman. Aka, nobolo nimadir bu qolsa, videodan ko'ra olasiz. Tiniq bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, aytib o'tganimdek, darsliklarimiz o'sha 3 ta qismga hozircha bo'ladigan bo'lsak, birinchi qismda biz o'rgangan narsalarimizni xudo xolasa keyingi darsda повтор qilib olamiz. Undan tashqari, tushunmagan bo'lsa, to'ldirib olamiz. Mikrofoningizni o'chirib qo'yavering, Abror aka. Ovoz juda kelyapti. Xo'p. Endi ikkinchi bo'limda biz mana shu kuchli konsepsiyalar, ya'ni ICT,
SMC degan konsepsiyalarga to'xtalib o'tamiz. Undan tashqari matematik algoritmni ham buning ichiga qo'shamiz. Va bularni ham oxirida polniy повторение qilib, 2-3 dars faqat shular bo'yicha ishlab praktika qilamiz. Ana undan keyin 3-bosqichimizga yetib kelamiz. 3-bosqichda hammamiz uchun realniy balans ochamiz. Ya'ni akkauntlar ochish, pul yechishlar, pul solishlar, ularni o'rganamiz va oxirida sizlar bilan polniy to'liq psixologiyani o'rganamiz. Bozorda to'g'ri ishlash, qaysi vaqtda ishlash kerak, nima qilish kerak, hamma narsasini ko'rib chiqamiz. Undan tashqari sessiyalar, sizlarga men aytilgan vaqtlar, hamma narsasini o'rgataman. Bu bo'limlar ham tugagandan keyin uje sizlar bilan darslarimiz hammasi tugagan bo'ladi. Sizlarga oxirida yordam beradigan, sizlar qo'llab-quvvatlaydigan narsalarim nimalar? Birinchisi, Xudo xolisa o'zimni signal kanalim bor, o'shanga sizlarga tekin qo'shib qo'yaman. O'zimdan yordam bu sizlarga. Ikkinchisi, yana bitta kanalimiz bor. Unga ham o'zim o'tga qo'shmasam ham, sizlarni o'sha narsa bilan ta'minlab turaman, nasib bo'lsa, vaqtim bo'lishiga qarab. Bu robot hisoblanadi. Robotlar bizga bozorda masalan narx-navni ko'tarilayotgan bo'lsa, mana shu qism bizda savdo qilish uchun zona deb ko'rsatib turadi, zo'r ishlab beradi. Bu juda qimmat turadigan robot. $100,000 sotilgan va hozir sotuvda yo'q bo'lgan robot. Mana shu robotni signallaridan ham sizlarni nima deydi, bahramand qilib turaman. Bu degani sizlar xudo xolasa natijaga chiqasizlar. Faqatgina o'tilayotgan mavzularni qaytarib, tushunmayotgan bo'lsanglar, YouTubedan bo'lsa ham yetib olinglar. O'tgan darslarni ko'rib, nimada qotayotgan bo'lsanglar, o'sha narsani to'g'rilanglar. Yana darsdan o'zim chotki повторение qilib beraman. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan birinchi narsalarim shu narsalardan iborat edi. Endi darsimizga qaytamiz. Birinchi o'rinda bugungi mavzumiz fundamental tahlil hisoblanadi. Fundamental tahlil. Bu bo'limda bizni qilishligimiz kerak bo'lgan ishlarni ketma-ket ko'rsatib ketaman. Fundamental tahlil o'zi nima? Fundamental tahlil bu bozorda chiqadigan yangiliklarga qarab ishlashlik. Xo'p, bozorda chiqadigan yangiliklar nima aka yoki nima bu desanglar, bozorda qaranglar. E'lon qilinib chiqadigan yangiliklar bor, undan tashqari e'lon qilinmaydigan yangiliklar bor. Misol uchun e'lon qilinmaydigan yangiliklarga COVID kasalligi. Masalan, bu narsa e'lon qilinishligi mana shu sanada COVID chiqadi deb hech kim aytmagan. Bu narsa o'zidan o'zi tabiat bilan bo'lib sekin-sekin ko'tarilib, mana shu narsa butun dunyoning har bir sohasiga ta'sir qilganda, trading sohasiga ham ta'sir qilgan. Qaysidir kompaniyalar aksiyalari oshib ketgan, tillada nimadir o'zgarishlar bo'lgan. Bu yangilik uni endi ideya bilan ishlaniladi. Bunaqa yangiliklarga ishlamaymiz-u. Yana bitta misol, masalan, urush. Har davlatlarda masalan urush bo'lganda tilla instrumentimizning narxi ko'tariladi. Bu narsani ham ma'lumot o'rnida bilib olinglar. Urush bo'layotgan paytda tilla narxi doim oshib boradi. Chunki tilla bilan neftga bo'lgan ehtiyoj oshadi. O'sha paytda ana shu ikkita instrumentimizning narxi ko'tariladi. Mana bu yangilikka qarab ishlash bo'layapti. Xo'p, endi bozorda e'lon qilinadigan yangiliklar bor. Bu yangiliklarni biz quyidagi sayt orqali ko'rib boramiz. investing.com. Investing mana texnik fundamental tahlil shundaylar yangilikka qarab ishlashlaydi. Fundamental tahlildan investing.com degan saytga kiramiz. Qanday ishlashligimizni ketma-ketligini sizlarga yozib ketyapman. investing.com dan keyin bizga kiradigan joyimiz bu economic kalendar. Men bu narsani kirib ko'rsatib hammasini hozir tushuntirib beraman. Faqat hozir xaritani tuzib beryapman. Fundamental tahlil investing.com ga kiramiz va economic kalendarga kiramiz. Economic kalendarga kirganimizdan keyin bizada o'sha ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa, ko'rishimiz nimani ko'ramiz? Birinchi o'rinda bu bironta valyutani yozuvi USD va bugun soat 17 masalan 30. Bu narsa 17:30 bu O'zbekiston vaqti bilan. Endi O'zbekiston vaqtiga to'g'rilash uchun o'sha saytda o'zim ham hozir ko'rsataman, uni ham GMC degan narsa bor. GMC ni bilmaganlar, bu oddiy narsa, tradingga aloqasi yo'q. Mana shuni +5 deganini tanlaydigan bo'lsak, biz o'sha saytni O'zbekiston vaqtiga burib qo'ygan bo'lamiz. GMC bu aniq tarjimasini bilmayman.
-1, 2, 3, 4, 5 qo'shib o'sha narsalar davlatlar o'zini vaqtini to'g'irlashligi uchun. Masalan, mana pastga qarasanglar ham UTS +5 turibdi. Bu degani hozir mana shu bozor narxi O'zbekiston vaqtiga to'g'irlanganligini bildiradi. Demak, USD paramiz 17.30 da nimadir yangilik chiqadi. Qanaqadir mana bunaqa jadvallarda biz bu yerda raqamlarga ko'zimiz tushadi. Masalan, 3, 4, 5 har xil raqamlar va shu o'sha raqamlar orqali biz bozorni analiz qilamiz. Endi hozir birinchi o'rinda buni tushuntirishimdan oldin investing.com va ekonomik kalendarga kirib olib shu joygacha bo'lgan joyini ko'rsatish. investing.com deb yozaman. investing.com ga kirganimizdan keyin mana oddiy sayt, unaqa bir dizayni kuchli bo'lmagan sayt va mana bu yerda ekonomik kalendar turibdi. Unga bosamiz. Ekonomik kalendarga mana e'tibor beringlar. Bu yerda mana bozorda pastroqqa tushadigan bo'lsak, bu yerda mana polni tushuntirib chiqaman. Mana bu qismi ekonomik kalendarda turish kerak. Va siz bozorda yangilikni bir kun oldingi, bugungi, ertangi, undan keyingi hafta, xo'p, bu hafta va undan keyingi haftagacha ko'ra olishligingiz mumkin oldindan. Bu jadval ko'rinishida chiqadi. Men sizlarga aytgan GMT emas ekan, GMT ekan. Mana GMT bizda -5 turibdi. Buni biz +5 ga o'zgartirib olamiz. Mana Karachi yoki Ekaterinburg deb yozib qo'yilgan. Karachini tanlaymiz va bugungi yangilik yo'q, chunki bugun bozor. Bozor kunida bozor ishlamaydi va ertangi kunda olamiz, ya'ni dushanbani. Endi dushanba kunda yangiligini oladigan bo'lsak, e'tibor beringlar. Bu yerda mana sizlarga aytib o'tgan soatlarim, ya'ni mana shu soatda bunaqa, bu soatda bunaqa, bu soatda bunaqa har xil davlat pul birliklari. Demak, uzr, xatga kirib ketib qoldim. Mana. Yana mana bu o'zgarib qoldi. Tomorrow qilamiz va GMT +5 qilib olamiz. Va mana o'sha davlat pul birliklari bu yoqda turibdi. Endi undan tashqari mana bu qismda kuchli yoki kuchsiz yangilikligini ifodalovchi yulduzchalar turibdi. Demak, 3 ta yulduz o'zidan ma'lumki eng kuchli yangilik. Undan tashqari mana bunaqa Braziliya, HKD, Sydney, ularga e'tibor umuman bermaysizlar. Sizlar ko'proq e'tibor beradigan mashhur paralar bular GBP, Euro, USD, AUD, JPY shunga o'xshagan davlat pul birliklari hisoblanadi. Demak, bizda ertangi kunda e'tibor beringlar, soat 18:00 da USD valyuta parasiga 3 ta yulduzli kuchli yangilik bor va bu yangilik nomi Building Permits deb yozilgan. Endi sizlarga aytgan raqamlarim mana bu ikkita raqam edi. Ikkita jadval bor, 3 ta jadval, 3-chi jadvalimiz, ya'ni birinchi jadvalimiz doim bo'sh turadi. Bu yangilik chiqqandan keyin yozib qo'yiladi. Xo'p, yangilik o'sha 18:00 dan keyin aktualga o'zi raqam paydo bo'lib qoladi. Demak, bu aktual bizga kerak emas hozircha. Bizga kerak bo'ladigani forecast va previews deb yozilgani. F bilan P desam tushunib olasizlar o'zingizlar. F birinchi, demak, F deb yozilgani mana birinchi qatorimiz, P deb yozilgan ikkinchi qatorimiz. Va mana yangiligimizni mana busini 17:30 deb tasavvur qilaveringlar. Boshdan yozaman, mana qaranglar. Demak, birinchi o'rinda vaqti bo'lar ekan 18 bu yerda 00. USD 3 ta yulduzcha. Xo'p, 3 ta yulduzcha va sizlarda ikkita nima bor? Jadval bor. Birinchisi F, ya'ni forecast deb yozilgan, ikkinchisi P. Shu joygacha tushundinglarmi? Demak, ekonomik kalendarga e'tibor berdik, +5 qildik va yangiligimizni o'qishni boshladik. Mana 18:00 da USD parasiga 3 ta yangilik bor. Birinchi raqami, ikkinchi raqami. Mana masalan, tushundinglarmi shuni? Bunyod aka. Ha, aka. Qanday qilishni tushunib oldinglar, ha? Mana shugacha bo'lganda. Abror aka, sizning ovozingiz kelmayapti. Tushunyapman aka, zo'r. Bo'ldi akajon, tushunayotgan bo'lsangiz bo'ldi. Endi mana shu raqamlar orqali bozorda analiz qilishni hozir tushuntirib beraman. Bo'ldi, ana qilavering. Xo'p, bu yerda mana shu ikkita raqamni olishligimiz kerak.
ikkita raqam F bilan P ni cho'mib oldinglar. Demak, F birinchi stolbik, ikkinchisi P. Eslab qolamiz 1.487. Bu yoqqa ham yozib olaman. Hozir o'shani 1.487. Uni yozmay qo'yaveraylik. Deylik mana 1.487 mana bunaqa qilamiz. Qaranglar. Mana shu F bilan P da yoki foizda berilgan bo'lishi mumkin raqam, yoki qanaqadir B harfida berilgan bo'lishi mumkin. Xullas raqam bo'ladi bu yerda. Yoki minusli raqam bo'lishi mumkin. -4% -3% bo'lishi mumkin. Bu yoqda deylik 5B turgan bo'lishi mumkin. Har xil xullas. Masalan bu yoqda 3B. Deylik bu yoqda 0.1% dan 0.9% ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Endi xullas bu raqamlar nimaga kerak? F bilan P dagi. Sizlarga men mana formulasini yozib beraman. Agarda F ni cho'mib oldinglar o'sha forecast degan bo'lim yoki boshqa programmadan ishlatsanglar, o'sha telefon programmada sal boshqacharoq yozilgan bo'lishi mumkin. Birinchi turgan, ya'ni mana bu aktual bor edi-ku, mana bu yerda birinchida turgan. Shundan tashqari bu mumkin, bunga o'zi umuman qaramaysizlar, chunki bu pustoy turadi. Bu yangilik chiqib bo'lgandan keyin, ya'ni o'sha 18:00 dan keyin yozib qo'yiladi. Sizlarga o'sha birinchi va bu yoqdagi ikkinchi stolbik, ya'ni o'sha jadval muhim. Buni 1 deb olamiz, bunisini 2 deb olamiz. Mana bu birimiz yo'q deb tasavvur qilinglar. Ana endi o'sha raqamlardan F bilan P qilib oldik. Boshqa programmada deylik, buni harflari boshqacha bo'ladigan bo'lsa, farqi yo'q. Bu birinchisi, ikkinchi jadval turgan bo'ladi. Bu yoqda P deb oldik hozir bizda sayt orqali kirganimizda. Agarda F bizda katta bo'ladigan bo'lsa, F da turgan, jadvalda turgan raqam P da turgan jadvaldan katta turadigan bo'lsa, men buni dumaloq qolamanda bu yoqqa o'tkazib qo'yaman. Hozir men buni nima bo'lishini tushuntirib beraman. Agarda F kichkina bo'ladigan bo'lsa, bunikini ham bu yoqqa qo'yib qo'yaman, buni ham tushuntirib beraman. Qaranglar. Agar F katta bo'ladigan bo'lsa, bu mana bu yangiligimiz qaysi valyutaga chiqayotdi? O'sha valyutani olamiz. O'sha valyuta narxi oshadi degani. Yuqoriga harakatlanadi degani. Demak, F katta bo'ladigan bo'lsa, USD nima bo'lar ekan? Ko'tarilar ekan. Agarda P katta bo'ladigan bo'lsa, mana shu valyutamizni USDsi tushadi. Umuman mana shu valyuta tushadi. Qaysi valyuta bo'lsa. Endi men sizlarga savol bermoqchiman. Mana shu 18:00 da chiqadigan yangilik, mana shu yangilik buni o'zini belgilab bo'lmasa ekan. Mana shu yangiligimiz savol. Bunyod aka, Avror akaga. Shu yangiligimizni dollarga chiqadigan yangilik ekan. Natijasi nima bo'ladi buni? Dollar ko'tariladimi, tushadimi bu yangilikdan? Nima deysizlar hozir o'rgatgan narsam bo'yicha? Dollar ko'tariladi. Ko'tariladi. Chunki bu yoqda 1487 dan 1471 turibdi, to'g'rimi? Kattaroq. Da, bu yerda M harfi turibdi. M o'sha million degani. Demak, 1.487 milliondan shu millionga ko'tariladi, 1.471 milliondan shunga ko'tariladi deyapti. Endi to'g'ri bo'ldi, tushunarli. Bu yerda USD ko'tarilar ekan. Endi biz faqatgina USD da ishlamaymiz. Masalan, how USD da ishlaymiz. Keyin misol uchun GBP USD bor, Euro USD bor, out deylik USD GPY bor. To'g'rimi? Yo'q, bular hammasi valyut major, hozir faqat major yozyapman. Chunki major degan. Prosta ishlay olmaymiz, chunki yangilik USD ga chiqyapti. Yo'q, major demoqchi edim. USD chef bor. USD cat bor. Endi mana shu valyuta paralaridan qaysi birida ishlayotgan bo'lishligimiz mumkin biz o'sha yangilik davomida. Endi qaranglar, valyuta parasi ikkita qismdan iborat, to'g'rimi? Bitta davlat pul birligi, ikkinchi davlat pul birligi. Mana bu qismda qanaqadir davlat pul birligi, mana bu qismda qanaqadir davlat pul birligi. Endi qaranglar, birinchida turgani mana shu joyda turgan davlat pul birligi bu asosiy deyiladi, ya'ni birinchi darajali. Ikkinchida turgan mana bu qismdagi valyuta ikkinchi darajali valyuta hisoblanadi. Endi yangiligimiz
qaysi valyutaga chiqyapti? Masalan, USD ga chiqyapti. USD ga chiqayotgan bo'lsa, USD agar mana bu qismda, ya'ni ikkinchi darajali joyda turgan bo'lsa, mana shu valyuta paramizga yangiligimiz teskari ta'sir qiladi. Hozir yangilik nima edi? Ko'tarilarmidi USD? Hozirgi yangiligimizda ko'tariladi, tilla tushadi shundan. xuddi shunday. Hozirgi yangiligimiz USD ko'tariladigan bo'lsa, demak, bu tomonda turgan, hamma bu tomonda turgan USD valyutalarini, valyutni o'sha USD ishtirok etgan valyuta paralari bo'ladimi, tilla bo'ladimi, bular hammasi teskarisiga ishlaydi. Bu ko'tarilganligi uchun. Ana endi agarda USD birinchida turadigan bo'lsa, birinchi kategoriya, ya'ni asosiy valyutada bo'lib turgan bo'lsa, yangilik qanday chiqsa, xuddi shunday ta'sir ko'rsatadi. Demak, hozirgi yangiligimizda, ya'ni ertaga bo'ladigan soat 18:00 da bo'ladigan yangiligimizning natijasi oldindan taxmin qilamiz. Tillaga sell, GBP USD ga sell, Euro USD ga sell, USD JPY ga endi bu asosiyda turibdi, ko'tariladi, USD CHF ko'tariladi, USD CAD ko'tariladi. Yangiligimizni xuddi shunday analiz qilamiz. Endi bolalar yana bitta narsani tushuntirib ketishim kerak. Yangilik bu sizga 100% garantiya beriladigan bir ma'lumot emas. Yangilik shunchaki o'sha davlat pul birligi davlatda masalan USD ga chiqyapti, demak Amerikada qanaqadir statistikalar e'lon qilinadi, qanaqadir natijalar ko'rsatiladi, o'shanga qarab bozorda narx-navoni o'zgarishligini olamiz. Endi yangilikda savdo qilish, masalan, qaranglar. Yangilikda savdo qilish degani mana misol uchun bozor harakati mana bunaqa quyidagicha turibdi kun bo'yi. Va hozir bozorda narxi mana shu yerda turibdi. 1 daqiqadan keyin yangilik chiqadi. 1 daqiqa qoldi. Deylik, tasavvur qilaylik. 17:59 da turibmiz. Mana shu joyda turibdi. Bozorda harakati yangilik chiqqandan keyin agar 3 ta yulduzli kuchli yangilik bo'ladigan bo'lsa, birdaniga yo pastga, birdaniga yo tepaga 30, 40, 50, 60 o'shanaqangi pipsda juda kuchli harakat bilan otiladi. Bu harakatda siz savdoga kirgan bo'lsangiz, mana bu holatda kirgan bo'lsangiz, kattagina daromadga chiqib ketasiz yoki juda katta minusga kirib ketasiz. Bu paytda stop loss qo'yganlar, stop losslari ishlamay qolishligi ehtimoli bor. Bozor buni surib yuborishligi mumkin. Ya'ni stop lossga siz $20 zararda yopilishligiga stop loss qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, bitimingiz ochiq qolib ketishi mumkin. U balansingizdan ayirib ketaveradi. Juda xavfli ekan, bunda qanday savdo qilamiz desanglar, men o'rgatgandek yangilikni yaxshi tahlil qilishlik, bozorda umumiy texnik tahlilini to'g'ri qilishlik, hammasini cho'tki qilganinglardan keyin iloji boricha yangilikdan ancha oldinroq savdoga kirib qo'yishlik kerak. Masalan, bozorda o'sha ertalabmi qanaqadir yangilikni ko'rib, analiz qilib, bozorga o'shanga qarab yangilikka kirib qo'yishligimiz mumkin. Endi buni ham noto'g'ri tomonlari bor. Buni ham, ya'ni boshqa tomonlari bor. Agarda siz ertalab ko'zingizni ochib o'sha analizni boshlasangiz, soat 8 da ertalab analiz qilishni boshlasangiz, soat 17 deylik, 30 da yangilik bor, siz bozorda analiz qilib savdoga kirsangiz, bozor mana shu yangilik natijasiga kun bo'yi qarshi tomonga ketishi mumkin. Agar ko'tariladi degan analizga ega bo'lsangizda, bozor kun bo'yi pastga qarab tushishligi mumkin. Ehtimoli juda katta. Yangilik paytida tepaga qarab harakatlanaveradi. Bu narsa ham bor. Ya'ni umumiy qilib nima mazmun, nima ma'noiy, nima sizlarga nima deydi, o'zimni tavsiyamni beraman. Iloji boricha yangilik bor kunlari ishlasa bo'ladi. Savdoga puxta kirish kerak. Stop loss, take profit hammasini o'z o'rnida qo'yishlik kerak. Biliminglar bo'yicha ishlasanglar, hech qachon xudo xolasa minus qilmaysizlar. Abdulaziz agar range holati yurib qolsa, analiz qilib bo'lmay qoladi, unda nima qilamiz? Yo'q, o'sha range holatida ham siz undan oldingi urinlarga qarab, bozor masalan o'zi deylik, mana bunaqa holatda turgan bo'lsa, mana bu urin hisoblanadi deb turib, shu hisobdan buyga harakat qilib qo'ysangiz bo'ladi bozorda harakatini. Yoki masalan, mana bunday yangilik ko'pincha mana bunda zo'r ishlab beradi. Mana bunaqa holat qilib qo'ygan, mana bunday bozor tushib turibdi, mana shu holatlarda turibdi. Yangilik chiqishiga hali ancha bor. Mana shu qismga kelgan paytda siz savdoga kirib qo'ysangiz bo'ladi. Shu urin ham masalan texnik tahlilda urini ham yangilikda ta'sir qilib beradi, yuqoriga ketadi. Agar yangiligingiz ham siz aytgandek yuqoriga bo'lsa.
yoki yangilikka yaqin bitta past ko'rib keyin tepaga otib yuborishligi mumkin. Ertaga xudo xolasa yangilik bo'ladi. Men sizlarga eslataman, 1 daqiqa 10 minut 15 minut oldin eslataman. Bozorga kirib How USD ni kuzatinglar. Bittasini kuzatsanglar yetadi-da, ya'ni. Sizlarga uyga vazifa praktika quyidagicha bo'ladi. O'sha bozorda ertangi yangilik haqida o'sha analiz qilib, ertaga e'tibor bergan bo'lsanglar, soat 8:00 da yana bitta yangiligimiz bor. Ikkita yangilikni hozir o'rgatganimdek analiz qilib, texnik tahlillarni qilib, ertaga bozorni qayerdan qayerga harakatlanishligini analiz qilib bitta kuzatinglar, sizlar o'zingizlarning fikringlarga ega bo'lasizlar. Yana bitta narsa, mana o'rgatib tushuntirib berdim. Sizlar bundan buyog'iga har kuni yangilik bormi, yo'qmi bugun? Bo'lsa o'sha yangilikni kuzatinglar. Demoda bo'lsa savdo qilinglar. Faqatgina kuzatib, bir oy ichida yangiliklarni ko'rib ketaversangiz, yangilik nima qilmoqchiligini oldindan ham bilib qolasiz. Yana bitta masalan o'sha yangilik bo'yicha tavsiya, yangilikni ustiga bosib kirsak bo'ladi. Ustiga bossak, bu yerda ingliz tilida ma'lumot berilgan, ya'ni nima bo'lishligini sizlarga taxminan aytishligi mumkin. Keyin mana bu aktual bo'limini ko'rayotgan bo'lsanglar, narxni ya'ni o'sha yozib qo'ygan 1.487 chiqadi deb ko'rsatib turibdi bu yerda. Ya'ni bu mana shu saytda prognozi xolos. Bu saytniki, odamlarniki emas. Endi bu yerda o'tgan oylarda shu yangilik qanaqa natijalar berganligini ko'rsatib o'tgan. Shu o'tgan oy qanaqa, ya'ni juda ko'p oylarni ko'rishinglar mumkin mana. 2023 shuncha yangi, xuddi shu yangiligimiz qanaqa bo'lganligini ko'rib chiqsak bo'ladi. Ya'ni o'tgan oygi statistikalarni ham ko'rsak bo'lar ekan. Abdulaziz aka, uzr gapingizni bo'ldim. Telefondan ham chiqaradimi yangilik yoki kompyuter kerakmi? Yo'q, telefondan bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Mana shu saytga kirsangiz bo'ldi. investing.com va siz ekonomik kalendar bo'limiga kirsangiz bo'ldi. Bo'ldi. Men aytgan mana bu soatini to'g'rilab olishlik, mana bu qaysi kunni ko'rayotganligingizni bilib olsangiz bo'ldi. Masalan, bu tomorrowmi yoki bugunmi, kechami, ertami, bir haftalikmi o'shani ko'rib, bu yoqdan yangiliklar ko'rib, aniq qilsanglar bo'ladi. Xo'p aka, xo'p. Agarda mana bu forecast bo'limi, ya'ni ikkita o'sha tablitsani bittasida raqam bo'lmaydigan bo'lsa, u yangilikka umuman qaramay qo'yaveringlar, bo'ldi. U yerda ma'lumot yetarli emas. Bu payt ishlamagan yaxshiroq. Keyin sizlarga o'rgatgan GPY strategiyam bor edi-ku, o'sha GPY strategiyasida yangilik bo'lsa ishlamanglar degandim. Uni ham yangiligini shu yerdan kuzatasizlar. Xo'p, endi Abror aka boya bergan savollarni hozir men o'sha GPY strategiyasini qanday ishlatishni tushuntirib beraman. Bizda ikkita narx bor. Yuqorida 3 ta 0 bor. O'rtada 500 bor, to'g'rimi? Ya'ni buni yarmi narxda, pastda yana 3 ta 0 bor. Ya'ni mana bu 11 3 ta 0 bo'ladigan bo'lsa, bu 10 500 degani nuqta, bu 10 3 ta 0 degani, to'g'rimi? Mana 3 ta narxda. Endi bozorning harakatini mana aytib beraman, qarang. Agar bozor harakati tasavvur qiling, mana bunday qilib ko'tarilib ketayotgan bo'lsa, mana shu 500 dan o'tgandan keyin mana bunday ketayotgan bo'lsa, mana bu 11.000 ga yetgan paytda siz sell bitimini ochasiz. Tushundingiz-a? 11.000 ga yetganda sell bitimini ochasiz. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Bu 11.000 dan o'tib ketib qolsa nima qilaman desiz? Sizda bitta o'rin bor yana. Tepada nechi bor aka? 12 00. Yo'q, 12 emas, uzr. 12.00 bor. O'rtada 11.500 bor. Da. O'sha 11.500 bor. Mana shu 11.500 bozorda hal qiladi nimasini? Agar bozor shunga yetmasdan turib qaytib ketadigan bo'lsa, bu aniq pastga tushib beradi 20 pips. Agar bundan o'tib ketadigan bo'lsa, 11.600 ga chiqib qolsa, orqaga qaytgan paytda siz mana shu 11.003 ta 0 ga yetganda endi buy bitimini ochasiz. Demak, siz mana shu 500 deb tushunib olishingiz kerak, 500 ni. Ya'ni 500 dan o'tsa nima, o'tmasa nima, o'sha narsani. Tushundingizmi aka? Bo'ldi, zo'r tushundim. Bo'ldi. Mana shunday qilib ishlatsanglar, xudo xolasa ishlab beradi. Men bu fundamental tahlilni ham yaxshilab videosini yana takroran ko'rib, o'zingizlar ishlatib, ertangi yangilikni ko'rsanglar bo'ladi. Ertaga men albatta eslataman sizlarga.
Bugungi darsimiz Abdulaziz aka, tabiiy. ko'pchilik DXY ga ham qaraydi aka. DXY tepaga Aa, yuradigan bo'lsa, havzu parlar qulaydi. qarang, O'sha parlar DXY ga alohida mavzu qilib beraman, alohida dars o'tib beraman. DXY degan valyut o'sha indeksimiz, bu dollar indeksi hisoblanadi. Dollarni ya'ni tomiri desak ham bo'ladi. Dollar o'zi bitta daraxt bo'ladigan bo'lsa, o'shani tomiri. Bunga qarab ko'pchilik ish qiladi. Buni ham o'zini yo'llari bor. Buni ham o'rgataman, xudo xolisa. bo'ldi. Bu yangiligimizga kirmaydi. Hop. Bugungi darsimiz bolalar shu yerda tugadi. Ataylab qisqa muddatli qildim. Endi keyingi darsimizda bitta yaxshi повторение, xudo xolisa, to'liq katta konsepsiyalarga o'tamiz. Qolgan darslarda ham qilib, xudo xolisa, analiz qilishda, o'zingizlarda, ustingizlarda ishlashda, uyga vazifa bermasa ham o'rgangan hamma biliminglarni ishlatishda davom eting. Bunyod aka, hech kimdan uyalmasdan aka, gruppaga bemalol nima qo'lingizdan kelsa tashlang aka. Qanaqadir joyda xatolik qilayotgan bo'lsangiz, akalar ham yordam beradi, o'zimiz ham yordam berib to'g'rilab ketamiz. Xo'p aka, mayli, rahmat katta. Bo'ldi. Akajon, trend liniyalar, mana bu o'rgangan svechalar, o'shalar bo'yicha uyga vazifa kutib qolaman sizdan aka, gruppada. Trend liniyalar. Xo'p aka. O'rganganlar bo'ldi, xo'p. O'rgangan hamma strategiyalarimizni-da. Yana bitta narsaga sal poddesha qilib yordam berishingizni iltimos qilaman. Men to'g'risi tavakkalchi bo'laman-da, umuman hech narsani hozirgacha orqa ketiga esim tanigandan beri qaramaganman. Faqat tavakkalga ish qilganman-da. Bu narsada juda ham ko'p bir ilm, sabr, ko'p narsa kerak ekan. Ana shu narsaga sal ko'proq yordam beraverasizda, iltimos. Bo'ldi aka, men aytayapman, natijaga har bir kishini olib chiqib, keyin o'sha rozi bo'lganinglardan keyin qilamiz, bosamiz keyin yog'iga. Bundan xavotir olmanglar. Bitta narsa so'rasam maylimi, iltimos? Mayli, bemalol aka. Kompyuter, siz o'zingiz qanaqa kompyuter ishlatasiz? Endi bu men shaxsiy savolim. Qanaqa kompyuter olsa bo'ladi bu ishimiz uchun? Aka, meniki MacBook. Aynan men bu soha uchun bu kompyuterni olmaganman. Bu narxi ham sal qimmatroq turadi. Unga kerak emas. Ya'ni trading uchun aynan bu kompyuterni olishingiz shart emas aka. Kompyuteringiz misol uchun unchalik qotmaydigan, yaxshi operativni, misol uchun 8 mi, 4 mi, u ham 8 normalniy bo'lsa kerak operativga. O'rtacha 300-400 atrofida, $500 atrofida kompyuter olsangiz bo'ldi aka. Aha, endi men u narsasini tushunmayman-ku, operativga boshqa endi. Agar kompyuter olish anisi bo'lsa, aka, men sizga aynan qanaqasini, nima nomi, nimalariga e'tibor bering, o'shanisini yozib yuboraman aka. Bo'ldi aka, o'shanisiz so'ramoqchi edim. Rahmat katta. Bu kompyuter endi men ham IT da ham shug'ullanaman-da, IT bilan ham ishim bor, o'shaning uchun bu kompyuterdan o'qiganman. Ata tradingga keragi yo'q aka. Xo'p aka, rahmat katta. Xo'p akajon, mayli, yaxshi dam olinglar. Uyga vazifalar qilib, o'zingizlar ustingizlarda ishlanglar akalar, mayli. Rahmat aka. Xo'p. Xo'p, rahmat sizga. Xo'p bo'ladi aka, mayli.